eng xavfsiz mamlakat. Janubiy Koreyada inson huquqlari juda yaxshi himoyalanadi. Shaharning har yerida tunu-kun militsiya xodimlarini uchratasiz. Shuning uchun kechalari ham bemalol bexavotir yurishingiz mumkin. Noodatiy salomlashuv. Hamma davlatda salomlashuv o'rnida ishlatiladigan how are you, ya'ni qalaysiz so'zini o'rniga koreyslar guruch yedingizmi deb so'rashadi. Bu ularni sizga bo'lgan hurmatidan va qayg'urishidan darakdir. Koreyscha yosh. Koreyslarda yosh noodatiy hisoblanadi. Chaqaloq yoshi ona qornidan boshlab hisoblanib, chaqaloq tug'ilganda u 1 yosh etib belgilanadi. Mevalar hadya qilish. Janubiy Koreyada mevalar hadya qilish hashamatli va qimmatbaho sovg'adir va koreyslar uchun bu saxiylik va mehrimonchilik ramzidir. Studentlar uchun eng qulay mamlakat. Dunyo bo'yicha Janubiy Koreya eng yaxshi davlat deb tan olingan sababi Koreyada o'qish tizimini yuqoriligi bilan birgalikda studentlar uchun hamma sharoitlar bor. Yotoqxonalar, har birida kerakli uy jihozlari va tekin Wi-Fi'lar mujassam. Hattoki bir xonalik uylar ichida ham siz yaxshi va qulay sharoitni ko'rishingiz mumkin.